Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun 22 aprel, haftaning seshanba kuni. Bugunga kelib xrizantema gullarimiz bir partiyasi, ikkinchi partiyasi tayyor bo'lgan ekan. Shuni bir xorazmlik birodarimizga berib olyapmiz. 5000 ta zakaz qilishgan. Bugun mana shuni taklash, korobkalarga solish jarayonida turibmiz. Xo'p. Bu xrizantema qalamchasidan qilingan mana bunday ko'chatchalar. Shular tayyor bo'ladi. Hozir solishni boshladik ertalabdan beri. Mana bunaqa kichkinalarni solganimiz yo'q, faqat sog'lom ko'chat solyapmiz. Hozir nariga teplitsada ham tayyor qo'yganimiz bor qalamcha. Mana bu yerda sariqlar tayyor bo'lyapti. Mana bu yerdan kesib qalamchani urib yotibmiz. Va yana bu yerga stakan solamiz, yana davom etkazaveramiz. Xo'p do'stlar, bu ko'chatimizda bir donasi 1500 so'mdan sotilyapti. Keyin shtushnoy ko'chatimiz bor. Ular 1000 so'mdan. Shtushnoy ko'chatimiz ham yaxshi ketyapti. Biz mana bunga sariq solib qo'yibmiz. Mana bunda gullarimiz ham bor, petoniyalarimiz. Ularda alohida video qilaman. Hozir bu yerda ranglarini yozib upakovka qilamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga mana shunday ko'chatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar do'stlar.